Xorazmda qiymati 90 milliarddan ko'proq so'mlik yana bir yer osti avtomobil yo'lining qurilish ishlari yakuniga yetdi. Xiva shahridagi D220, Bog'ot tumani, Engariq tumani, Xiva shahri, Qo'shko'pir va Shovot Gurlan avtomobil yo'lining 40-kilometr qismida D215 Urganch-Xiva avtoyo'li, Xiva kompressor stansiyasi avtomobil yo'lining 3-kilometri bog'lovchi yer osti avtomobil yo'lini qurish ishlari yakuniga yetdi. Buyurtmachi tashkilot umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi DUK bo'lib, yo'l loyihasi byurosi MSJ loyihasi asosida pudratchi tashkilot o'z yo'l ko'prik klasteri DM Xorazm filiali umumiy uzunligi 480 metr, eni 18 metr, qiymati 90 milliarddan ortiq so'mni tashkil etadigan obyektni qurish ishlari yanvar oyida boshlangan edi. Qurilish montaj ishlari davomida obyekt hududida 860 metr profnastil bilan o'rab olinib, 225 tup daraxt ko'chirish ishlari, qazib olish, shag'al aralashmasi yotqizish hamda tosh yotqizish ishlari bajarildi. Suv qochirish uchun quvvati 25 metr kub bo'lgan 18 dona nasos o'rnatilib, asosiy nasos stansiyasi ulandi.